А ты работаешь с праймером? Ну, я вот, допустим, где мне надо, я работаю с праймером. Где мне не надо праймер, я работаю без праймера. Hamma primer zarar deb turgan paytda Chesnov brat chiqyaptilar-da, primerda ishlayverish kerak deyaptilar. Ko'rib turganingizdek, kerakli joyga maqsadi to'g'ri bo'lsa ishlaturiladi. Kerakli paytda men primer bilan ishlayman, kerak emas paytda men bez primer ishlayman deb aytyaptilar. Bu narsani har doimgidek aytib o'tirganimizdek me'yori bo'lishi kerak. Biz ham tarafdor emasmiz. Kuzov ustalariga juda ham ko'p miqdorda surtlashanadigan bo'lsa, plastmassa detallarda, banfil qismlarida ko'p holatlarda kraskani ko'chirib chiqarish mumkin. Lekin kuzov qismida ruchkani ichlarida bo'ladigan bo'lsa, ko'p yulinadigan bizani iqlimda ko'chib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun kerakli joyga ishlatinglar, kerak emas joyga foydalanmasliklarini tavsiya beramiz. Agar sizlarga primer kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda sotuvda ikki xil variantimiz bor. Demaxis bilan Probond originali ikkilovi ham kichkina millimetr 30 millilitrli idishlarga ham soqib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Narxi ham unaqa qimmat chiqmaydi. Bitta olib qo'ysanglar, men sizlarga 1 oy 2 oy yetsa kerak. Sababi uxlachiskani o'zida ishlasanglar yetadi.